Türkiye'ninki Tashqi ishlar ministrining oldida namoyishimizni boshladik. Bu namoyishimizni xalqaro bizningki zimin da'vosi, dardimiz zimin ekanligini uqtirmoqchi. Chet elliklarga siz nimani anglasangiz shu inkos chiqadi ekan. Menimcha bu yerdagi namoyishimizdan jiq odamlarga jiq uchurlar berildi deb o'ylayman. Uyg'ur da'vosi hargiz po'saq da'vosi emas, zimin da'vosi. Uyg'ur erkin qirg'inchilik uchrayapti. Erkin qirg'inchilik uchrashish sabab shu ziminning egisi bo'lganligimiz uchun erkin qirg'inchilik uchrayapti. Erkin qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqdi. Uyg'ur da'vosi bir butun millatning egilik huquq da'vosi. Hargizmi avtonomiya yana bir da'vosi emas. Necha yillardan beri nima da'voni anglab shu imkon chiqdi. Boshqa qalpoqlar kiyildi Uyg'urlarga. Hozir aqlimizni ishlatsak, azroq bo'lsin g'o'rorimizga savol qo'yib baqsak, vijdonimizga savol qo'yib baqsak, menimcha da'voni to'g'ri yo'nalishga olib boraymiz deb o'ylayman.